Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi yoshlar vaqti ko'rsatuvida respublikamizda parasportni rivojlantirish borasida qilinayotgan ishlarning viloyatimizda borishi va buning natijasida parasportchilarimiz erishib kelayotgan natijalar haqida so'z yuritamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining paralimpiya harakatini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq barcha turdagi sport muassasalarida jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan yoshlarni sport bilan shug'ullanishlari uchun zamonaviy sharoitlar bilan ta'minlash. Bundan tashqari, ana shunday toifadagi yoshlarni ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyatda munosib o'rin egallashlarini rag'batlantirish chora-tadbirlari belgilab berilgan. Termiz Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida mashg'ulotlar qarorda belgilangan tartibda namunali olib borilmoqda. Muhtaram Prezidentimiz tashabbuslari bilan 3 yildan beri markazimizda para-powerlifting sport turi ochilgan bo'lib, jami 10 nafar sportchilarimiz bor. Sportchilarimiz uchun sharoitlarimiz yetarli. Barcha o'quv mashg'ulot yig'inlariga, musobaqalarga, xarajatlariga davlatimiz ajratilgan mablag'lar hisobidan borib kelmoqdamiz. Markazimizda jami 30 nafardan ortiq parasportchilarimiz bor. Bizning para-powerlifting bo'limimizda 10 nafar sportchilarimiz bor. Faqat o'g'il bolalar hozirda. Endi qizlarni ham jalb qilamiz. Albatta, ko'rsatilayotgan e'tibor va yaratilayotgan sharoitlar o'zini oqlayapti. Xuddi yaqinda powerlifting bo'yicha yurtimiz sharafini jahon miqyosida himoya qilib, oltin medalni qo'lga kiritgan vohadoshimiz Hojiakbar O'roqov kabi bu yerda ham qator yutuqlarga erishib, yuragida ulkan maqsadlar bilan o'qiyotgan parasportchilar bor. Bahodir, qaysi tumandansiz va og'ir atletika bilan necha yildan buyon shug'ullanib kelasiz? Avvalambor assalomu alaykum. O'zim Denov tumanida para-powerlifting bo'yicha 1 yildan beri shug'ullanaman. Yoshlar bo'yicha 3 marta chempion bo'lganman. O'zbekiston chempioni, 2 karra O'zbekiston Kubogi sohibi. O'tgan yilda Toshkentda Markaziy Osiyo yopiq chempionat bo'lgan. Shunda top 10 talikda 5-o'rin bo'lgan. Va bundan tashqari bir necha yengil atletika va og'ir atletika turli sohalarda chempionlikda qo'lga kiritganman. Sizni sportga qiziqishingizga, o'zingiz ustingizda ishlashingizga nima ruhlantiruvchi kuch bo'lib ta'sir qildi, nima motivatsiya bo'ldi? Bunda birinchi bor ota-onamni dalda bersa, mashg'ulotlarda ustozlarimizni va ota-onamizni yuzini yorug' qilib kelyapmiz va davom etyapmiz bundan bari. Bu sport bilan 4 yildan beri shug'ullanaman. 2024-yilda O'zbekiston chempioni bo'lishga erishdim. Sportni nimaga aynan bu turni tanlagansiz? Yo sizga mos kelgani shu bo'lganmi? Yo'q, mos kelgani emas, o'zim xohlaganim, o'zim izlab topganim. Bu qandaydir jismoniy tarafdan o'zimizni tetik tutishimga yordam bergan. To'xtamaslik kerak. Maqsad qo'yildimi, oldinga borilish kerak. To'g'ri maqsad qo'yish kerak. Hech narsa xalaqit qilmaydi. Qiyinchilik bo'ladi. Hamma narsada qiyinchilik bor. Qiyinchilik bilan erishiladi u narsa. Qiyinchiliklar orqasidan kurashib oxiri rohatni olamiz. Men 3 yildan beri shug'ullanaman. Shu 3 yil mobaynida respublika jahon chempionatlariga chiqmoqchiman. Endi yanada harakat qilmoqchiman. Shu sportga kelgan maqsadim shu jahon chempionatiga o'zimni tanishtirmoqchiman. Sport mening hayotimda juda katta rol o'ynaydi. Shu sportda hamma qatnashishni xohlayman. Muvaffaqiyatga erishish uchun sabr qilish kerak, ko'proq ishlash kerak. Men sportga kelganimdan so'ng anchagina bo'yim o'sdi, kuchlarim ko'paydi. Oldingilardan o'zimni ancha tetik his qilyapman. Tengqurlarimdan ancha yaxshiman. Ular hozirda chanchab qolyapti. Men esa hozir ancha tetik, baquvvat, zo'rman. Bu sohada darajalarga chiqish ancha oson. Tezda yuqori natijalarga chiqib, jahon chempionatlarida o'rinlar olish mumkin. Viloyat chempionatlarida birinchi o'rinlarda olganman. Respublika miqyosida bo'lgan chempionatda ham sovrindorlar qatorida turganman. Sport kuch, quvvat, salomatlik, eng muhimi salomatlik beradi. Men shu qancha zalga kelsam, yana kelgim kelaveradi. Sport qancha shug'ullanganim sari o'zimni baquvvat, kuchli his qilaman. Mana hozir yuqorida biz para-powerlifting bo'yicha natijaga chiqqan yoshlarimizni o'sha kichik hikoyalarini, intervyularni taqdim etdik. Lekin natijaga chiqqan sportchilar ko'p ekan. Shular haqida gapirib o'ting. 3 yildan beri faoliyat yuritib boshlayotgan bo'lsak, 2 nafar sportchimiz. Tilov Otabekimiz Xitoyning Beijing shahrida
bo'lib o'tgan jahon kubogida o'smirlar o'rtasida jahon kubogi chempioni bo'lib keldi va yaqinda bo'lib o'tgan jahon chempionati esa Misr davlatining Qohira shahrida bo'lib o'tgan jahon chempionati o'smirlar o'rtasida 9-12 oktyabr kunlari bo'lib o'tdi. Bunda Rahmonov Akbarali sportchimiz, umidli sportchimiz va o'z vazn toifasida tengsizlik topilib chempion maqomini oldi. Markazimizdagi 10 nafar sportchimiz ham hammasi shu chekka qishloqlardan chiqqan, jismoniy imkoniyati cheklangan bolalar hammasi. O'tgan qabulimizda 4 tagina qabul qilganmiz. Men boringki va shu jahon kubogida Tilov Otabek degan sportchimiz jahon kubogida chempion bo'lib kelgandan keyin ularni qamrovi 6 taga ko'paydi. Mana bu yilgi hisobida 6 ta qabul qildi. Jami 10 nafar bo'limimizda sportchilar bor hozirgi kunda. Endi mana jahon chempionatida Rahmonov Akbarali sportchimiz chempion bo'lib keldi. Endi juda ham qiziqishlar juda ham katta bildirilmoqda hozirgi kunda. Tumanlarda endi eng oliy maqsadimiz ular bilan olimpiadaga chiqish, har bitta sportchini orzusi, har bitta trenerda orzusi olimpiadaga sportchi chiqarish. Yaxshi, ularda hozirgida juda rejimli jarayon ketyapti. 7-15 dekabr kunlari Dubayda o'smirlar o'rtasida Osiyo o'yinlari bo'ladi. Ularga qattiq tayyorgarlik ko'rish maqsadida ular Toshkent viloyati Chirchiq shahrida o'quv mashg'ulot yig'inlarini olib bormoqda uzluksiz ular. Ular uchun davlatimiz tomonidan hamma shart-sharoitlar yetarli, o'quv mashg'ulot yig'inlari hammasi davlat tomonidan qoplab berilmoqda. Navbatdagi suhbatdoshimiz para velosport turi bo'yicha bosh murabbiy, markaz bosh murabbiysi Gulnora Ahmedova bo'ladi. Gulnora, aytingchi, hozirgi kunda qancha o'quvchi jalb etilgan para velosportga va ularni izlab topish, ular bilan shug'ullanish qanday kechyapti? Assalomu alaykum. Bugungi kunga kelib, shu Termiz Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazini o'zida hozircha 7 ta sportchimiz mavjud. Bu sport turini ham rivojlanishiga Ijtimoiy himoya milliy agentligi bizga sportchilarni topib, shu sport turlariga jalb qilib, shu sport turlarining yanada rivojlanishiga hissa qo'shib kelyapti. Hozirgi kunda Ijtimoiy himoya milliy agentligi bizlarga tumandagi, chekka qishloqdagi sportchilarni nogironligi bo'lgan bolalarni qaysi sport turiga qiziqishiga qarab yo'nalish tanlab bizga biriktiryapti, jalb qilyapti shu sport turlariga. Shu qiziqishiga qarab biz ham shunlarni inobatga olib yo'naltiryapmiz. Undan tashqari hozirgi kunda ularni har oy yoki har 2-3 oyda musobaqalar tashkil etish, ularni xatti-harakatlari, qiziqishlarini inobatga olib yanada ko'ngilni ko'tarib, rag'batlantirib kelyapti. Hozirgi kungacha bitta O'zbekiston chempioni, yana bitta 3-o'rin bronza medali sovrindori yaqinda kuni kecha bo'lib o'tgan trek musobaqasida Abdullajonov Odiljon faxrli 3-o'rinni egalladi O'zbekiston chempionatida. Bu bizning faxrimiz. Ertangi kundagi nasib bo'lsa yanada uni rivojlanishi, yanada boshqa yuqori cho'qqilarga erishishi uchun yanada boshqa sportchilarimizga turtki bo'ldi. Hozirgi kunda sharoitlar kundan kunga yaxshilanib, rivojlanib kelyapti. Qiziquvchilar soni kam emas. Yetarlicha hozirgi kunda qiziqib qizlar, bolalar, nogironligi cheklangan o'quvchilar o'zlari qiziqish bildirishyapti. Bu paravelosport turining rivojlanganligidan dalolat beradi. Olimbek Qulayev para velosport bo'yicha O'zbekiston chempioni. Yelka sohasidagi jismoniy muammo sabab 3-guruh nogironi bo'lsa-da, o'zini aslo guruhidagi tengdoshlaridan kam bilmaydi. Xuddi ular kabi soatiga 60 km tezlikda harakatlanish imkoniyatiga ega. Velosport turiga 2 yil oldin kirib kelganman. 2 yildan beri qatnashib, birinchi yil musobaqam Toshkentda trek yo'nalishi bo'yicha 3-o'rinni egallaganman. Yaqinda 2 oy oldin bo'lib o'tgan musobaqa Samarqandda veloshassi yo'nalishida 3-o'rinni qo'lga kiritdim. Nasib bo'lsa men bu yerda bitirgandan keyin Toshkentga o'qishga kirib, karyeramni davom ettirmoqchiman. Oliy maqsad Osiyoga chiqish. Xalqaro musobaqalarda qatnashib, o'rin olib, vatanimiz sha'nini himoya qilish. Tasvirga olish va ko'rsatuvni tayyorlash jarayonida yana bir bora amin bo'ldikki, haqiqatdan ham imkoniyat cheklanmagan, balki cheksizdir. Qalbida kelajagiga umid bilan qaragan, matonat bilan harakat qilayotgan, yurtim sharafi uchun nafim tegsin deya jon kuydirayotgan mana shu yoshlar fikrimizning yaqqol misolidir.